Kelajakda turmush o'rtog'ingizga buyragingizni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Berardim. Kelajakda turmush o'rtog'ingizga buyrakni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Hop beraman-da, qanday bermayman. Kelajakda turmush o'rtog'ingizga buyragingizni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Berardim. Berarmidingiz? Kelajakda turmush o'rtog'ingizga buyragingizni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Berardim. Berarmidingiz? Berardim. Berarmidingiz? Berardim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta savol bor, savol. Sizga savol bor, assalomu alaykum. Mumkinmi? Bo'ldi. Savol beramiz, sovg'a beramiz desak, unashmayapti endi. Mayli. Kelajakda turmush o'rtog'ingizga buyragingizni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Berardim. Turmush o'rtog'ingizga buyragingizni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Beraman. Berarmidingiz? Xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelajakda turmush o'rtog'ingizga buyragingizni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Beraman-da albatta. Berasizmi? Kelajakda turmush o'rtog'ingizga buyragingizni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Albatta berardim. Berarmidingiz? Berardim. Mana shu sovg'ani qabul qilib qo'yasiz. Artemedline shifoxonamiz tomonidan sizga, Artemedline tomonidan sizga arzimagan bo'lsa ham sovg'a. Artemedline tomonidan sizga arzimagan bo'lsa ham sovg'a qabul qilib qo'yasiz. Artemedline shifoxonamiz tomonidan mana shu sovg'ani qabul qilib qo'yasiz. Artemedline tomonidan sizga arzimagan bo'lsa ham sovg'a. Rahmat. Mayli, salomat bo'linglar. Aka, mana shu sovg'a Artemedline tomonidan sizga. Mayli, salomat bo'ling. Mana shu Artemedline tomonidan sizga arzimagan bo'lsa ham sovg'a. Rahmat. Xola, mana shu sovg'a Artemedline shifoxonamiz tomonidan sizga qabul qilib qo'yasiz, xola. Mayli. Mana shu sovg'ani bo'lmasa qabul qilib qo'yasiz. Artemedline shifoxonamiz tomonidan, Artemedline shifoxonamiz Uyg'ur tomonga ketishda chap tomonda prokuratura o'tgandan keyin joylashgan. Mayli, opajon, salomat bo'linglar. Siz kelajakda turmush o'rtog'ingizga buyragingizni berish kerak bo'lganda berarmidingiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.